CJga chizayotgan dachamiz xudo xohlasa proyekt tayyor bo'ldi. Yeri 30 sotuv yer, relyefli joy mana. Klassik uslubida hashamatli dacha chizib berdik xudo xohlasa. Buni rasmlarni Instagramga ham qo'ygan edik. Buni endi proyektini xudo xohlasa chiqarib tayyor qilib qo'ydik. Mijozimizga bugun topshiramiz xudo xohlasa. Haqiqiy shohona dacha bor xudo xohlasa. Mana bu yer tomonga chiqqanda, balkonga chiqqanda peroda shuni ko'rinib turadigan joy bor xudo xohlasa. Buni qurilish jarayonlari ham xudo xohlasa boshlansa yo'q bitgan paytlarda video qilishga harakat qilamiz. Mana haqiqiy shohona dacha xudo xohlasa. Basseynning o'zi 20 metrli basseyn. Mana tepa tomondan ko'rinishlari. Xudo xohlasa ertaga Tojikiston yo'liga chiqadigan bo'lamiz. Yangi zakaz tushyapti xudo xohlasa. Bitada 2-3 ta loyihani oladigan bo'lamiz. Xudo xohlasa bizdan kuzatib turinglar. Bunaqa loyihalarimiz juda ko'p qo'yib turishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.